Bismillahirrahmanirrahim. Al-Vajiz fi usul fiqh degan bu kitobning birinchi qism ikkinchi babini so'zlagan to'q, ya'ni al-ahkam ash-shar'iyya, shar'iy hukmlarni. Shar'iy hukmlar, taklifiy hukmlar va vada'iy hukmlar deb ikkiga bo'lindi deb bularni tushundirgan. Endi birinchi fasl al-ahkam at-taklifiyya. Shar'iy hukmlarning birinchi turi taklifiy ahkamlar haqida. Al-ahkamu taklifiyatu khamsatu anwa'. Taklifiy hukmlar 5 turlik bo'ladi. Birinchi hukm al-ijab. Ijab degan vojib. Jumhurning atalg'usida vojib bilan farz o'xshash, ya'ni bu yerdagi vojib degan farz. Chunki biz jumhurning atalg'usidagi usul fiqh o'rganyapmiz. Hanafiy mazhabda farz, vojib deb ayiradi. Vojib bilan farzni ayrishdagi asosiy Hanafiy mazhabda farz degani hukmning dalili qat'iy bo'lsa farz bo'ladi. Agar hukmning dalili zanniy bo'lsa vojib bo'ladi. Ammo jumhurlar bilan o'rtaq bo'lgan yeri Hanafiy mazhabdimi farzni qilmagan va vojibni qilmagan kishi gunohkor bo'ladi deb qaraydi. Jumhurmi vojibni qilmagan kishi gunohkor bo'ladi deb qaraydi. Hanafiy mazhabda farzni inkor qilgan kishi kofir bo'ladi, ammo vojibni inkor qilgan kishi kofir bo'lmaydi deb qaraydi. Va huwa talabul fi'li ala wajhil hatmi wal ilzam. Vojib deganimiz fe'lni talab qilish, qat'iylik va lozimlik yo'li bo'yicha. Va kasiran ma yu'abbaru anhu bil fardi. Ko'pincha vojib farz deb ifodalanadi, ya'ni farz deb keladi. Yana maktub deb keladi, ya'ni kutiba alaykum deb keladi. Val haq deb keladi, masalan, haqqan alal muttaqin degandek. Bularning hammasi ya'ni farz, kutiba, furida, haqqan deganlarning hammasi jumhurlarning atalg'usida bir xil ma'noda, ya'ni farz, vojib hammasi o'xshash bir ma'noda. Qoida huququllohi va huququl ibad. Qoida deydi. Allohning haqlari va bandalarning haqlari. Al-vojibatu naw'an. Endi vojiblar ikki turlik. Bu yerda aytgan vojib, ya'ni jumhurlarning atalg'usida vojib bo'lib farz ko'rsatdi. Vojib ikki turlik degani farz ikki turlik. Birinchi turi u Alloh taolaning haqlari bo'lgan mukallaflarning ustidagi vojib. Ya'ni Allohning haqqi bo'lganlik uchun uni bandalar tushirib Masalan, o'lib ketgan ayolning iddat tutishi o'xshash. Yo'ldoshi men o'lib ketgandan keyin iddatingizdan chiqmay turiblam to'y qilsangiz ruxsat deb ijozat bergan taqdirda ham u ayol iddatdan chiqmay turib to'y qilolmaydi, chunki u Allohning haqqi bo'lganlik uchun. وهي إما عبادات كصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج. Bular ya'ni Allohning haqlari bo'lgan bandalar ustidagi vojiblar, kaskin talab qilingan fe'llar yoki ibodat bo'ladi. Masalan, 5 vaqt namoz, zakot, ro'za va hajga o'xshash. Yoki uqubat bo'ladi, ya'ni jazo bo'ladi, hadga o'xshash. Masalan, o'g'rining qo'lini kesish deganga o'xshash. Yoki zinoxo'rni chalma-kesak qilish deganga o'xshash. Boshqalarni chalma-kesak qilmayli yoki o'g'rining qo'lini kesmayli degan bilan bu had tushib ketmaydi. Allohning haqqi bo'lgan bandalar ustidagi vojiblardan uqubat uningda ibodatning ma'nosi bo'lgan uqubatlar, masalan, kaffaratlarga o'xshash, qasamning kafarati yoki ziharning kafarati deganga o'xshash. Va imma g'ayru zalik yoki uningdan boshqa, masalan, taloqning iddati va yo'ldosh vafot etib ketgan ayolning 4 oy 10 kun iddat tutishiga o'xshash. Ikkinchi tur, ya'ni vojibning ikkinchi turi vojibatun alal mukallifin ya huququn li g'ayrihim min al-ibad. Mukallaflarning ustidagi vojiblar u bo'lsa-mu boshqa bandalarning haqlari, masalan, qisos va Hanbali mazhabdagi bo'hton qilishning haddi, ya'ni 80 darra urildigan va boshqalar buzayotgan narsani to'lab berish qatorliqlarga o'xshash. Ya'ni qisos bandalarning haqqi, masalan, boshqalarning narsasini buzayotgandan keyin to'lab berish bandalarning haqqi. Hanbali mazhabda boshqalarni zino bilan qarlagan kishini 80 darra urishni bandalarning haqqi deb qaraydi. Ya'ni boshqalarga tuhmat qilsa, tuhmat qilinguchi bo'ldi, buni 80 darra urmanglar, men kechiryaptim desa, bu hajib ketadi, uni 80 darra urmaydi. Ammo jumhurlar boshqalarni zina bilan qarlashning hadini Allohning haqqi deb qaraydi. Shuning uchun bo'hton qilinguchi
böhtan qilg'uvchini kechirayotgan taqdirda, ya'ni bo'ldi buni urmanglar men kechirayotdim degan taqdirda ham bu had tushib ketmaydi, chunki ular qazfning hadini Allohning haqqi deb qaraydi. Va huququllohi taala la yajuzu li ahadin isqatuha. Alloh taolaning haqlarini hech qanday bir kishi tushirib o'tish durust emas. Va innama tasqutu bil musqitati sabitati bil adillati shar'iyya. Faqatla shar'iy dalillar bilan isbotlangan, tushirib o'tadigan hukmlar bilan, tushiradigan amallar bilan ondan tushib ketadi. Masalan, fadaynus sawmi yasqutu bil qada. Ro'zining qarzi uni qazosini qilish bilan tushidi. Ya'ni tutib bo'lmagan ro'zlar bo'lsa, uning qazosini qilib tutish bilan tushib ketadi. Endi qazosini qilishga qodir bo'lmaydigan yashnab qolgan kishidan fidya berish bilan tushib ketadi. Ya'ni Allohning haqlari shu haqlarni tushirib yetalaydigan, shar'iy dalillar bilan isbotlangan, tushirib yetalaydigan amallar bilan tushib ketadi. Ammo bandalarning haqlari bo'lsa, haqqini talab qilguvchining tushirib yetishi bilan tushib ketadi. Masalan, bo'ldi pulimni olmayman, bo'ldi qisos olmayman desa tushib ketadi. Ikkinchi qoida vojibotlarning, ya'ni farzlarning farqli bo'lishi. Farzlar yoki vojib desak bo'ldi, jumhurning atalg'usi bo'yicha ahamiyat jihatda va fe'lning keskinligi, qat'iyligi jihatda farqli bo'ladi. Bu vojiblardan katta farzlar bor. Masalan, Allohga iymon keltirish, namoz, ro'za, zakot va hajga o'xshash. Bular islomning asoslaridir. Allohga iymon keltirishning ichiga Allohning rububiyatiga iymon keltirish, ulug'iyatiga iymon keltirish, ism sifatlariga iymon keltirish, yana iymonning asoslari bo'lgan farishtalarga, Allohning farishtalariga iymon etish, payg'ambarlarga, Alloh nozil qilgan kitoblarga iymon etish, oxirat kuniga va taqdirning yaxshi yomonligiga iymon etish qatorliqlarning hammasi kirib ketadi. Bu vojiblarning eng kattasi, eng muhimi. Bular islomning asoslari. Bu vojibotlar yana o'zaro farqli bo'ladi. Ya'ni Allohga iymon etishning darajasi eng katta bo'ladi. Allohga iymon etish birinchi talab qilinadigan eng muhim vojib hisoblanadi. Summa yatluha g'ayruha ala darajat. Ondan bu vojibotlarga boshqa vojiblar darajalar bo'yicha akishib keladi. Kama qolan Nabiy sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgandek, Rasul amri al-Islam. Ishning beshi islomdir. Uning to'riki namozdir. Uning eng cho'qqisi bo'lsa Alloh yo'lidagi jihoddir. Va yana bir xil vojibning, ya'ni bir xil farzning turlari o'zaro farqli bo'ladi. Ya'ni muhimlik, farzlik darajasida farqli bo'ladi. Masalan, فليس وجوب الصدقة على المسكين الأجنبي كوجوب الصدقة على القريب الفقير المضطر إلى لقمة طعام. مثلا يراق يات مسكين يعني كمبغال كسيگه بيردغان صدقنىڭ واجبلىقى يېقىن تۇغقان بولغان ۋە پېقىر بولغان ۋە بىر لوقما تائامغا ناھايىتى ئېھتىياجلىق بولغان، ئەگەر سەن ئۇنىڭ كارىڭ بولماي تاشلاپ قويساڭ ئۆلۈپ قالىدىغان كىشىگە بېرىدىغان صەدىقىنىڭ واجبلىقى پەرزلىك دەرىجىسىدە ئوخشىمايدۇ. الأجر والثواب على فعل الواجبات. واجب ئەمەللەرنى قىلىشقا بېرىلىدىغان ئەجىر ۋە مۇكاپات ساۋاب ھەققىدە. من فعل الواجبات الشرعية بنية التقرب بها إلى الله تعالى فله أجره. Kimki shar'iy farzlarni, vojiblarni Alloh taologa mushu amallarni qilish bilan yaqinlashish niyatida qilsa, uningga ajr berildi. Ammo bu vojib amallarni, farzlarni bu niyatni qilmay turib, ya'ni Alloh taologa yaqinlashishdan iborat bu niyatni qilmay turib qilsa, uning ajri yo'q. Lekin uningdan mutalaba tushib ketadi, ya'ni boshqalar uningdan qilsa deb talab qilmaydi. Masalan, bir kishidan zakot majburiy ilingan bo'lsa, ya'ni boy zakotini berishni xohlamagan bo'lsa, zakot xodimlari uningdan majburiy olgan bo'lsa, bu chaqda uningdan qayta talab qilinmaydi, ammo uningga ajr berilmaydi. Yoki masalan, uningga nafiqasini berish vojib bo'lgan yaqin tuqqanlarga majburiy holatda nafiqa bergan bo'lsa, yoki bu nafiqa berish bilan majburlanmagan bo'lsa-mu, Allohning roziligini ko'zlamay boshqa bir niyatni maqsad qilib turib bergan bo'lsa, u chaqda uningdan talab qilmaymiz. Masalan, iddatdagi ayoliga nafiqa berishni xohlamagan bo'lsa, nafiqa bermaymi deb turib olgan bo'lsa, qozi uningdan majburiy
pul elib ayoliga nafiqasini bergan bo'lsa, bu chaqda uningdan qayta talab qilinmaydi. Lekin bu kishi Allohning huzurida hech qanday ajr savobga erishamaydi. Chunki u Allohning roziligini ko'zlamadi. Va man tarakal vajiba asima. Kimki vojibni tark etsa gunohkor bo'ladi. Va huwa ya'lamu bi wujubihi alayhi. Qanday shart ostida desa, bu vojibning o'ziga vojib ekanligini bilib turib tark etsa gunohkor bo'ladi. Bi xilafi man tarakahu g'ayra alimin. Bu farzning o'ziga farz ekanligini bilmagan holatda tark etgan kishining aksicha. Masalan, bir kishi bir farz namozni unutib qilib tark etgan bo'lsa, o'qimagan bo'lsa, hatto o'lib ketkicha unutib qolgan holatda qolgan bo'lsa, uningga gunoh yozilmaydi. Endi anva'u adillatil vujub. Vojiblikning dalillarining turlari. Birinchi, siyag'ul amri. Buyruq siyg'alari. Ular tuvandagidek 3 turlik bo'ladi. Birinchisi buyruq fe'il. Masalan, aqimus solah, namozni ado qilinglar deganga o'xshash. Ikkinchisi buyruqning lomi bilan birga kelgan fe'il mudori. Masalan, val yufu nuzurahum. Ular nazrlarga vafo qilsin. Mushadiki fe'il mudori buyruqning lomi bo'lgan, vovdan keyin kelgan lom bilan birga keldi. Uchinchisi ism fe'il amr. Masalan, kitaballohi alaykum. Ya'ni ilzamu kitaballohi. Allohning kitobini lozim tutinglar. Mushadiki alaykum ilzamuning ma'nosida ism fe'il amr bo'lganligi uchun. Buyruqning ikkinchi siyg'asi arab tilida vojiblik va lozimlik uchun qo'yilgan lafzlar. Masalan, bu lafzlardan faroda va uningdan kelib chiqqan yasalgan lafzlar. Masalan, xamsu salavatin iftaradahunalloh. 5 vaqt namozni Alloh sizlarga farz qildi. Faroda degan lafz. Ikkinchi lafz bo'lsa kataba va uningdan yasalgan so'zlar. Masalan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam. Mushad kutiba degan furida ma'nosida, ya'ni farz qilindi. Yana vajaba degan lafz va yana vajaba degan so'zdan yasalgan so'zlar. Masalan, bunu hadis. Ta'aful hududa fima baynakum fama balagani min haddin faqad vajab. Bu hadisning ma'nosi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq deydi: Hadlarni o'z ichinglarda afu qilib o'tinglar, o'tib o'tinglar. Ammo menga yetgan had bo'lsa, vojib bo'lib ketdi. Ya'ni menga yetgandan keyin men hadni ijro qilman, u chog'da afu qilib o'tish yo'q. Demak, bu hadisdagi vajaba degan so'z farz bo'lib ketdi degan ma'noda. Arab tilida buyruq uchun qo'yilgan lafzlardan al-amru degan lafzi bilan uningdan kelib chiqqan lafzlar. Masalan, Alloh taolo sizlarni omonatlarni o'z ahliga, o'z egasiga qaytarishga buyuruydi. Ya'murukum degan lafzi bo'lganligi uchun omonatlarni o'z ahliga qaytarish farz. Arab tilida vojiblikni, ilzomni bildirish uchun qo'yilgan so'zlardan al-haqqu degan lafzi bilan uningdan kelib chiqqan lafzlar. Masalan, valil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Muttaqilarning ustiga haq bo'ldi. Demak, taloq qilingan ayollarga iddatida yoki bolasini tug'ib bo'lguncha yoki bolasini emitayotgan vaqtlarda nafiqa berish farz, vojib. Yana masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bunu hadisi: "Atahlifuna va tastahiquna dama sahibukum." Bu hadisningki tuluqi bor. Sizlar 50 odam qasam qilib, sahibanglarning qinini talab qilamsizlar. Ya'ni sizlarning ichinglardan 50 odam qotil faloni deb birlikda qasam qilib qisosini talab qilamsizlar. Vojiblikning siyg'alaridan uchinchisi vojib ishlarni tark etishga qarata va'id, ya'ni qo'rqitish va'disi. Jazo yoki. Masalan, "Va man lam yu'min billahi va rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira." Kimki Alloh va Allohning payg'ambariga iymon etmaydi ekan, biz kofirlarga do'zaxni tayyorlab qo'ydik. Demak, Alloh va Allohning payg'ambariga iymon etish farzdir. Demak, vojib degan qat'iylik bilan talab qilinadigan fe'illar. Alloh roziligini ko'zlab turib, farz amallarni qilsa savob oladi. Alloh roziligini ko'zlamasa, niyati bo'lmasa, qilgan taqdirda ajr ololmaydi va vojiblikni ifodalaydigan siyg'alar 3 turlik. Birinchisi buyruq siyg'asi, ikkinchisi farz vojibni bildiradigan lafzlar, uchinchisi farz amallarni qilmagan qarta jazo va'dalari. Bugungi dars mushad tugdi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.